Savobi eng ulug' bo'lgan sadaqa qaysi? Qaysi sadaqani savobi eng ulug'? Rasululloh aytdilar: "Anta tasaddaqa va anta shahihun, takhshal faqr va ta'manul ghina." Sog' bo'lib turgan paytingda, baxil bo'lib turgan paytingda, kambag'al bo'lishdan qo'rqib, boy bo'lishdan umidvor bo'lib turgan paytda qilgan ihsoning eng yaxshi ihson. Ya'ni o'zingga rosa kerak bo'lib turgan paytda qilgan ihsoning. G'arg'ara mana bu yerga kelganda dedilar Rasulullohga kirdiğini ko'rsatib. Molimni faloncha qismi falonchiga, po'kinchiga dema. Endi pul ularniki bo'ldi dedilar. Bandalarim diliylari siqilayotganini men bilaman deyapti. Muhammad alayhisalom haqida shunaqa gap gapirilgan. Ey Muhammad alayhisalom, bularni gapirayotgan gapidan, qilayotgan ishidan sizni dilingiz siqilayotganligini men bilaman deyapti. Endi nima qiling deyapti. Xuddi shularga o'xshab borib gap qaytaring, ularga shu